balki sizni orqaga tortayotgan eng katta to'siq iste'dodingiz yetishmasligi emas, o'zingizni yaxshi bilmasligingiz bo'lsa-chi. Ko'pchilik butun umri davomida boshqa birovga o'xshashga harakat qiladi. Buyuk yetakchilar esa butun umrini kim bo'lish uchun yaratilganini kashf etishga bag'ishlaydi. Chunki siz noto'g'ri zinapoyaga chiqishingiz mumkin va eng yuqoriga yetganingizda u noto'g'ri devorga tiralganini tushunib qolasiz. Bundan 2 yil oldin Delfidagi Apollon ma'badi kirish qismiga bir jumlani qo'yib yozishgan. O'zingni aniqla. Suqrot odamlarga ko'pincha shu so'zlarni eslatar edi. Chunki u bir haqiqatga ishonardi. Boshqalarga yetakchilik qilishdan oldin avvalo o'zingni tushunishing kerak. 2000 yildan ko'proq vaqt o'tdi, lekin bu haqiqat hali ham o'zgargani yo'q. Eng qizig'i shundaki, zamonaviy tadqiqotlar xulosasiga ko'ra, ko'pchilik o'zini yaxshi bilaman deb o'ylaydi, ammo aslida odamlarning atigi 10-15% haqiqatan ham o'zini yaxshi biladi. Balkim shuning uchun ham ko'pchilik yillar davomida boshqalarning orzusini quvib yuradi, o'z orzusini esa hech qachon kashf etmaydi. Birinchi qism. Yetakchi boshqarishi kerak bo'lgan birinchi inson o'zidir. Hamma dunyoni o'zgartirishni xohlaydi, lekin juda kam odam avval o'zini tushunishga harakat qiladi. O'zingizdan so'rang, men kimman? Eng kuchli tomonlarim nimalar? Meni nima ilhomlantiradi? Menga qaysi ishlar tabiiy ravishda oson kechadi? Mening zaif tomonlarim nimalar? Agar bu savollarga o'zingiz javob bermasangiz, boshqalar siz uchun javob beradi. Odamlar sizga turli yorliqlar yopishtiradi. Sen juda jimsan, sen yetarlicha aqlli emassan, sen yetakchi bo'la olmaysan. Agar shu ovozlarga ishonib qolsangiz, butun umringizni boshqa birovning hayotini yashab o'tkazasiz. Haqiqiy yetakchilar boshqalarning fikri bilan belgilanmaydi, ular haqiqat bilan belgilanadi. Eng samarali yetakchilar shunchaki iste'dodliroq emas. Ular o'zlarini yaxshiroq tushunadilar. O'zini anglaydigan insonlar doimo yaxshiroq qaror qabul qiladi, mustahkamroq munosabatlar quradi va samaraliroq yetakchiga aylanadi. Ikkinchi qism. Yorliqlar chegaralashiga yo'l qo'ymang. Ikkita bolani tasavvur qiling. Ikkalasining ham qobiliyati bir xil. Birinchi bola doimo shunday gaplarni eshitib o'sadi. Sen boshqachasan, sendan hech narsa chiqmaydi, sen hech qachon muvaffaqiyatga erishmaysan. Oqibatda u bunga ishonib qoladi. Ikkinchi bolaga esa shunday deyishadi. Sening o'zga xos kuchli tomonlaring bor. Sen ajoyib ishlar qila olasan. Faqat o'z qobiliyatlaringni rivojlantirishing kerak. Yillar o'tadi. Birinchi inson qo'rquv ichida yashaydi, ikkinchisi esa dunyoni o'zgartiradi. Farq iste'dodda emas edi, farq o'z shaxsini anglashda edi. Uchinchi qism. Hayotiy misol. Michael Jordanga qarang. O'smir paytida uni maktabning asosiy basketbol jamoasiga qabul qilishmagan. Ko'pchilik aynan shu rad etilishni eslaydi, lekin uning hayotini o'zgartirgan narsa bu emas edi. U boshqa birovga aylanishga urinmadi. U o'zining kimligini angladi. U mehnat qilishda tengi yo'q ekanini tushundi. U faqat iste'dod bilan cheklanishni istamadi. U har kuni yaxshiroq bo'lishga butunlay bel bog'ladi. Boshqalar uxlayotganda u mashq qilardi. Boshqalar g'alabani nishonlayotganda u tayyorgarlik ko'rardi. U o'zining kuchli tomonlarini bilardi, zaif tomonlarini ham tan olardi va ular ustida tinimsiz ishlardi. Mana shu o'zini anglash umidsizlikni qat'iyatga aylantirdi. Yillar o'tib, u tarixdagi eng buyuk sportchilardan biriga aylandi. Uning buyukligi chempion bo'lganida boshlanmagan. Bu yo'l u o'zining kimligini aniqlagan paytda, u o'zining eng yaxshi talqiniga aylanishga qaror qilganida boshlangan. Michael Jordan o'zini allaqachon eng yaxshiman deb hisoblagani uchun buyuk bo'lmagan. U nimani yaxshilashi kerakligini aniq bilgani va har kuni o'z ustida ishlagani uchun buyuk bo'lgan. Mana shu haqiqiy o'zini anglashdir. 4-chi qism. Siz nusxa bo'lish uchun yaratilmagansiz. Muzlatkich televizorga aylana olmaydi. Televizor ham muzlatkich bo'la olmaydi. Bu ulardan biri muvaffaqiyatsiz degani emas. Ular turli vazifalar uchun yaratilgan. Odamlar ham xuddi shunday. Har bir insonning o'ziga xos qobiliyatlari bor, o'ziga xos qiziqishlari bor, o'ziga xos fe'li bor, o'ziga xos salohiyati bor. Yoshlarning eng katta xatosi boshqalarning muvaffaqiyatidan nusxa olishga urinishdir. Xudo nusxalarni yaratmagan, u asl insonlarni yaratgan. Shuning uchun endi men kimga o'xshashim kerak deb emas, men kim bo'lish uchun yaratilganman deb so'rang. 5-qism. O'zni anglash yaxshiroq qarorlarga olib boradi. Sizning kelajagingiz qarorlaringiz bilan shakllanadi. Kasbingiz, do'stlaringiz, odatlaringiz, hatto turmush qurishingiz ham.
Ko'pchilik kasbni obro'si uchun tanlaydi yoki ota-onasi xohlagani uchun yoki hamma shuni tanlayotgani uchun. Lekin haqiqiy muvaffaqiyat sizning maqsadlaringiz, qobiliyatlaringiz bilan uchrashganda keladi. Siz hamma qilayotgan ishni qilishingiz shart emas. Siz nima uchun yaratilganingizni kashf etishingiz kerak. 6-qism. Yetakchilar hech qachon o'sishdan to'xtamaydi. O'zini anglash bir marta bo'ladigan hodisa emas. Bu butun umr davom etadigan sayohat. Buyuk yetakchilar har kuni o'zidan so'raydi: men nimani yaxshilashim kerak? Qaysi odatlar meni orqaga tortyapti? Qaysi ko'nikmalarni rivojlantirishim kerak? Zaif tomonlar kuchli tomonga aylanishi mumkin. Kuchli tomonlar esa favqulodda darajaga chiqishi mumkin. O'sish hech qachon to'xtamaydi. Xulosa: dunyoga yana bir nusxa kerak emas. U sizning aslingizga muhtoj. Yetakchilik ta'sirdan boshlanmaydi. U o'zingizni anglashdan boshlanadi. O'zingizni anglang, o'zingizni rivojlantiring. So'ng qobiliyatlaringiz bilan boshqalarga xizmat qiling. Haqiqiy yetakchilik ana shundan boshlanadi. Chorlov: bugun atigi 5 daqiqa ajrating, yozib chiqing. Eng kuchli 3 ta tomoningiz nima? Rivojlantirishingiz kerak bo'lgan 3 ta sohangiz nima? Faqat sizga tegishli bo'lgan orzu nima? Boshqalarning kutganini emas, o'z orzuyingizni yozing. Bu oddiy mashq hayotingizni yo'nalishini o'zgartirishi mumkin. So'ng bugunning o'zida siz kim bo'lish uchun yaratilgan bo'lsangiz, o'sha insonga mos keladigan bitta kichik qadamni tashlang. Hali tayyor emasman deb kutmang. Haqiqiy shaxsiyligingizga mos ravishda yashashni bugundan boshlang. Har bir buyuk yetakchi aynan shunday ongli qadamdan boshlagan. Agar bu video sizga yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'ling va yetakchilik haqidagi ushbu seriyaga qo'shiling. Keyingi qism sizning yashirin salohiyatlaringizni ochishga yordam beradigan xabar bo'lishi mumkin.